telefonni ko'tarmaysiz? O'zimga endi kelyapman. Nima bo'ldi? O'g'lim kecha qishloqqa olib ketib olgan. Qishloqdaman. Yo'q, borib olib kelaymi? Voy. Yo'q, men qarang, Mavlon aka, menimcha ikkala o'g'lim rozi emas. Yomon qilib tashlashibdi. Qarang, o'zingizgachi. Boshqa ayol topa qoling. Men tushunmadim. Siz yosh bolamisiz, Rayhon? Yo'q, nega unaqa deysiz? O'zingizni hayotingizni o'zingiz hal qilasiz-ku. Endi o'g'illarim oldida noqulaydi. Meni erkim ikkala o'g'illarimning qo'lida ekan, bilmay qolman. Hech qachon qishloqqa borib, oqsoqollarni aralashtirib bo'lsa ham sizga o'ylanaman. Alo. Mavlon aka? Voy, qo'yibdilar. Oqsoqollarni oldiga. Voy, oqsoqollar ham qotib qolsa kerak. Voy, bu xotin jinni bo'lib qolganmi? Erga tegadi. Voy, ahmoq kishi. Bunaqa chuqurlashib ketadi deb o'ylamadim.